Demak, davom etamiz. Bizda hozir toshkentlik Kruttoy bola bilan toshkentlik mehmon o'zaro otashishadi. Demak, toshkentliklar nomidan Alisher, toshkentlik mehmon nomidan Otabek. Marhamat. Qani toshkentliklar bir chat qalamizda qani. Boyna qanday? Bizning shaharni qizlari chiroyli, odobli, tarishimli kiyib yurishadi. Bizning qishloq qizlari ham kiyib yuradi, prosta torishimman. Ustidan prosta kichkina yupik kiyib oladi-da. Bizning qishloq qizlar bor-ku, har kuni kechqurun sigir sog'ishadi. Bizning shahar qizlari har kuni kechqurun bolalarni. Bizning qishloqda mandakalardan ko'p. Voy, yeb qo'ydim. Yo, yeb qo'ymading, normalniy ular shaharda ham ko'p. Bizning shaharda Niagara, Papillon, Juliana diskotekalari bor. Bizning qishloqda Jamshid aka, Po'lat aka, Ne'mat akada telefon bor. Bizning qishloqdachi birinchi kelgan mehmondan birinchi bo'lib so'raladigan narsa bu hol ahvol. Bizning shaharda birinchi kelgan mehmondan so'raladigan narsa bu hujjatlaringizni ko'rsating. Men Eshoni Bahodir Andijon viloyatidan keldim. Bizning shahar insonlari bir-birini ko'rganda, "Xo'sh, qalay bo'lsa qalay, o'g'illardan ko'payib qoldimi?" deyshadi. Bizning qishloqda odamlar bir-birini ko'rganda, "Poda qalay, qo'ylardan ko'payib qoldimi?" deb qo'yishadi-da. Bizning qishloqdan mashhur olimlar chiqdi. Ha, o'sha olimlar Toshkentga kelib 15 yildan beri bitta burchakda turishibdi. Bizning qishloq qizlari 1 soatda olchadan kompot qiladi. Bizning shahar qizlari 1 soatda bolalarni kompot qilishadi. Ey, menga qarab, bizning shahar odamlari 50 ming, 60 mingdan bilet olib, Jahongir Poziljonovni jivoy ko'rishadi. Ahmoqmisizlar? Mana 1 so'm to'lamasa ko'rib o'tiribsiz-ku. Ey, men o'ylay, buni Jahongir Poziljonov. Ey, tupoy. Parod qilding-ku, buni emas. Ha, Jahongir Poziljonov. Ey, men o'ylay, men shunday rasmni chiqaman, perovda populyarniy bo'lib ketaman. Davay. Iltimos turing, bir marta rasmga tushing, sizdan iltimos turing, Jahongir aka turing, iltimos, Jahongir aka turing, iltimos. Jahongir aka rasm. Olib qo'ying. Bo'ldi. Lekin Jahon aka buni bola sizga rasm o'xshar ekanda, lekin. Bekorchiman demayman aslo, bekorchilar derar o'tir. Bekorchiman bo'lmayman aslo, g'irda bekorchidan hamma bezor. Biz shartimiz so'ngida aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz quyidagilardan. Biz bugungi yarim final sahnasiga chiqish uchun 50 ming so'm muzikaga, 100 ming so'm kiyim-kechaklarga, 850 ming so'm ovqat va yo'l kiriga ishlatdik. Общий 1 million so'm rasxod qilib bugun yarim final sahnasiga chiqdik. Bu 1 million so'm pulni biz qanaqadir final, kubok uchun emas, muxlislarimizni olqish uchun sarfladik. Biz bu gapimiz bilan Biz bu gapimiz bilan muxlislarimiz o'yindan keyin bizga ming-mingdan yig'ib bersin demoqchi emasmiz. Yana u yo'q o'zinglar qimmatinglar. Aytishadi-yu, berganda ol, urganda yoz deb. Osmondagi bolalar! O'sha oqshomlar esingdami? O'sha tuyg'ular